Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırıyoruz. Bugün Çislak 2021 yıl 6. ayının 14. günü. Endiki mavzumunda vatandaş. NATO tüncü qitim Cunguni bexatarlikka tahdid deb qatarga qo'ydi. NATO'nun axborotida Jungo to'g'risida belgilangan belgilama mislisizdir. Mavzulu xabar 6. ayının 14. günü Duvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Belki bu fikir de hazır NATO'nun axborot e'lon qilinmadi. Shuningga kirgan fikir oldin biladigan arboblar uchun aytganda shundaq mavzu qo'yilibdi vatandosh. Endi bu xabar mundaq boshlanadi. Reuters agentligi navbatda mundaq xabar qildi. NATO'ga a'zo davlat rahbarlari 6. ayının 14. gün tunji qitim Junguni g'arb ittifoqdoshlar lageriga bir tahdid deb belgilaydi. NATO Jungo bir tahdid, g'arbdagi ittifoqdosh davlatlarga bir tahdid deb belgilaydi. Buningdan bir kun burun 7 davlat guruhi kishilik huquq va Tayvan masalasi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Reuters 6. ayının 14. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. NATO'nun katibi Stoltenberg shu kunidagi yuqori darajaliklar yig'inini halqiliq payt deb atadi. Cümle qaltis cümle, qaltis uqum cümle, halqiliq payt. Xitoy tilida Guanjian shuko deydi. Halqiliq payt deb atadi NATO'nun katibi Stoltenberg. NATO'nun bu qatimqi yuqori darajaliklar yig'ini Amerika Qo'shma Shtatlarining NATO'nun bu qatimqi yig'ini Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Joe Bidenga NATO yani elə həm dünyanın hər qaysı joylari tinchlikni, demokratiyani qo'g'dash tirishchanliklarini yadroliq qo'llaydi. Bu tirishchanlik jumladan Jungo va Jungoning tezlik bilan harbiy jihatda bosh ko'tarishiga qarshi turishni o'z ichiga oladi. NATO'ga a'zo davlat boshliqlari Brusselga yetib kelib, NATO'ning yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashdi. NATO'ga a'zo davlat diplomatlari Jungo G'arbiy Tinch okean bexatarligiga sistemalik xiris paydo qildi deb tilga oldi. NATO'ga a'zo davlat diplomatlari mundaq ko'rsatdi. Jungo bir xil biz asla ko'rib boqmagan nihoyatda kuchli bir shaklda NATO'ning axborotida o'ttirg'i chiqadi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan 7 davlat guruhi yig'inidan Brusselga yetib kelguncha havo armiya 1-nomerlik aeroplanida muxbirlarga yuqorqidek suhbat bayon qildi. Boshda vaziyat to'g'risida so'zildi. Masalan, hozir bu yerda ikki axborot. Birincisi aldığımız kelgen axborot, birincisi NATO'nun axborot to'g'risidagi bu fikir. Anandaki yana birincisi 7 davlat guruhining axboroti bu to'g'ridagi xilma-xil tahlil va analizlarni yuqorida sizlarga topshirdik. Aldığımızda belki Avrupa İttifaqı ile Amerika Qo'shma Shtatlarining suhbati to'g'risidami yana bir axborot bo'lishi mumkin. Biroq Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden o'rtasida birlashma bayonot bo'lamdi yo'q. Bu taxa aniq emas, hurmatli vatandoshlar. Men boshda aytdim, vaziyat mana shu. Xuddi hamma ish, dunyoning ishi bir kun ichiga o'rlashtirilgandek. Shundaq ta'sir berdi. Amaliyotda bir hafta ichiga o'rlashtirildi. Bu dunyo tarixidagi g'ayri bir ahvol, shundaqla g'ayri bir boshlanish. Hem de bunun ahırda gayri bir netice beradiganligiga sizmi işinisiz, bizmi işinimiz. Hürmetli vatandaşım, Uygurlar.